Assalomu alaykum aziz tomoshabinlarim. Bugun men siz bilan shunchaki muhim emas, balki hayotiy ahamiyatga ega bo'lgan yangilikni bo'lishmoqchiman. Ushbu ma'lumotni oxirigacha diqqat bilan tinglamasangiz, katta miqdordagi qo'shimcha to'lovdan mahrum bo'lishingiz mumkin. Bu aynan sizga taalluqli bo'lishi mumkin. Shuning uchun diqqatingizni jamlang. Hozirda kanalimga obuna bo'ling va videoga like bosing, chunki bu ma'lumot sizning oilangizning moliyaviy ahvolini sezilarli darajada yaxshilashi mumkin. Bugun men sizga qanday qilib katta miqdordagi qo'shimcha to'lov olish mumkinligi va buning uchun nimalar qilish kerakligini batafsil tushuntirib beraman. Keling, muammoning mohiyatiga o'tamiz. Avvallari ko'plab ijtimoiy nafaqalar va qo'shimcha to'lovlar asosan ma'lum bir mezonlarga javob beradigan fuqarolarga avtomatik tarzda, ya'ni ularning hech qanday harakatisiz taqdim etilar edi. Masalan, pensiya oshirilganda bu haqda maxsus ariza berishga hojat yo'q edi. Oshirilgan pensiya to'g'ridan to'g'ri hisobingizga kelib tushardi. Xuddi shunday nogironlik nafaqalari yoki bolalar uchun beriladigan bir martalik yordam pullari ham ko'pincha mavjud ma'lumotlar bazasi asosida avtomatik ravishda tayinlanardi. Bu qulay edi. Fuqarolar uchun ortiqcha ovoragarchilik tug'dirmasdi va byurokratik jarayonlarni kamaytirardi. Shu sababli ko'pchilik fuqarolar hozir ham barcha yangi to'lovlar avtomatik ravishda hisobga olinadi deb o'ylashadi. Ammo vaziyat tubdan o'zgardi. Hozirgi kunda esa hukumat tomonidan qabul qilingan yangi qonun hujjatlari va tartib-qoidalar tufayli juda muhim va katta miqdordagi qo'shimcha to'lovni olish uchun sizdan aniq bir harakat, ya'ni shaxsiy murojaat talab qilinmoqda. Bu o'zgarishning asosiy sababi manzillikni oshirish va byudjet mablag'laridan samaraliroq foydalanish. Davlat har bir so'mni maqsadli sarflashga intilmoqda va shuning uchun nafaqat mavjud ma'lumotlar bazasiga tayanib qolmasdan, balki fuqarolarning joriy holati va ehtiyojlarini aniqroq o'rganishga qaratgan mexanizmlar joriy etilmoqda. Endi sizning ahvolingiz qanday o'zgargani va qaysi toifaga kirishingizni davlat organlari har doim ham bilib turmaydi. Ba'zi hollarda hatto ularda mavjud bo'lgan ma'lumotlar ham eskirgan bo'lishi mumkin. Shuning uchun bu yangi to'lovdan foydalanish uchun afsuski o'zingiz harakat qilishingizga to'g'ri keladi. Bu yangi mexanizmning joriy etilishi ortida katta ma'no yotibdi. Bu mablag'lar haqiqatdan ham ularga muhtoj bo'lganlarga yetib borishini ta'minlashdir. Keling, endi bu masala kimga taalluqli ekanligi va kim xavotirlanishi kerakligini batafsil ko'rib chiqamiz. Asosan, bu yangi tartib quyidagi toifadagi fuqarolarga tegishli bo'ladi. Birinchidan, kam ta'minlangan oilalar va ijtimoiy himoyaga muhtoj qatlamlar. Agar sizning oilangiz daromadi belgilangan minimum daromad darajasidan past bo'lsa, sizda bu to'lovni olish imkoniyati yuqori. Ilgari bunday oilalar avtomatik ravishda ro'yxatga olinib, ba'zi bir yordam turlari ko'rsatilar edi. Ammo hozir ayniqsa yangi turdagi yanada katta miqdordagi qo'shimcha to'lovni olish uchun sizdan ongli ravishda murojaat qilish talab etiladi. Masalan, faraz qilaylik, siz 2 nafar voyaga yetmagan farzandi bor yolg'iz ona bo'lsangiz va sizning oylik daromadingiz 5 million so'mdan oshmasa, ilgari sizning bolalaringiz uchun faqatgina ma'lum bir miqdordagi nafaqa tayinlanar edi. Endilikda esa yangi hukumat qarori bilan aynan shunday oilalar uchun har oyda qo'shimcha 700 ming so'm miqdorida maxsus to'lov ajratilishi belgilangan. Bu to'lovni olish uchun sizning oilaviy ahvolingiz va daromadlaringiz to'g'risidagi ma'lumotlarni yangilashingiz yoki birinchi marta ariza topshirishingiz lozim. Agar siz bu harakatni qilmasangiz, bu 700 ming so'm sizga kelmaydi. Bu mablag' oilaviy byudjet uchun ancha katta yordam bo'lishi mumkin. Ikkinchidan, nogironligi bo'lgan shaxslar va ularning oila a'zolari. Nogironligi bo'lgan shaxslarga beriladigan nafaqalar va imtiyozlar bo'yicha har doim ham xabardorlik yetarli emas. Yangi tartibga ko'ra nogironligi bo'lgan shaxslar, masalan, IVA guruh nogironlari, agar ular tibbiy ijtimoiy ekspert komissiyasining (TIBEK) xulosasini yangi talablarga muvofiq qayta rasmiylashtirmagan bo'lsa, yangi turdagi qo'shimcha to'lovdan mahrum bo'lishlari mumkin. Tasavvur qiling, 5 yil avval sizga 2 guruh nogironligi tayinlangan edi. O'sha paytda hujjatlar topshirganda siz mavjud barcha nafaqalarni avtomatik tarzda olgan edingiz. Endilikda yangi qonun ostida sizga nafaqat asosiy nafaqa, balki kommunal to'lovlar uchun 30% miqdorda kompensatsiya va shifobaxsh kurortlarda davolanish uchun har 2 yilda bir marta 20 million so'm miqdorida qo'shimcha to'lov belgilangan. Lekin bu yangi imtiyozlarni olish uchun sizdan
Tibek xulosasini zamonaviy standartlarga muvofiq yangilash va ijtimoiy himoya bo'limiga bu haqda xabar berish talab qilinadi. Aks holda bu katta miqdordagi yordam sizga yetib bormaydi. Sizning ishingiz qog'ozda avtomatik ravishda yangilanmaydi. Uchinchidan, ko'p bolali oilalar. Agar sizning oilangizda 4 yoki undan ortiq farzand bo'lsa, siz ham bu yangi tartibga e'tibor berishingiz shart. Ilgari ko'p bolali oilalarga ma'lum bir nafaqalar tayinlangan bo'lishi mumkin edi. Ammo bu yangi qo'shimcha to'lov, masalan, o'quv qurollari sotib olish yoki farzandlarning maktabga tayyorgarligi uchun ajratilayotgan yordam puli faqatgina rasmiy arz asosida beriladi. Misol uchun, sizning 4 nafar farzandingiz bor, ulardan 3 tasi maktab yoshida. Hukumat tomonidan maktab o'quvchilari uchun har yili avgust oyida 500 ming so'm miqdorida bir martalik yordam puli ajratilishi e'lon qilindi. Bu mablag'ni olish uchun siz har bir maktab o'quvchisi uchun alohida ariza bilan murojaat qilishingiz kerak bo'ladi. Ya'ni sizning oilangiz 5 million so'm, 3-5 ming so'm olishi mumkin edi agar siz ariza bersangiz. Agar siz buni bilmasdan ariza bermasangiz, bu mablag'lar sizning oilangizga kelmaydi. Chunki davlat ularni avtomatik ravishda o'tkazib yubormaydi. U sizdan talabnoma kutadi. Kim xavotirlanishi shart emas. Asosan oldingi tartiblar bo'yicha avtomatik tarzda barcha to'lovlarni olib kelayotgan, ammo ayni paytda yuqorida sanab o'tilgan yangi toifaga kirmaydigan fuqarolar, shuningdek oilaviy daromadi belgilangan chegaradan ancha yuqori bo'lgan, ijtimoiy himoyaga muhtoj bo'lmagan oilalar ham xavotirlanishi shart emas. Chunki bu to'lov aynan muhtoj qatlamlarni qo'llab-quvvatlashga qaratilgan. Ammo shuni unutmaslik kerakki, hozirda o'zingizni xavotirlanishi shart emas deb hisoblasangiz ham, kelajakda qonunchilikka kiritiladigan o'zgarishlar sizning ahvolingizga ta'sir qilishi mumkin. Shuning uchun har doim yangiliklarni kuzatib borish juda muhimdir. Endi esa bu masalaning eng muhim qismiga o'tamiz. Istisnolar, qaltis jihatlar va ko'zdan yashirin bo'lgan nozik nuqtalar. Bu joyda ayniqsa diqqatli bo'lishingizni so'rayman. Chunki kichik bir xato ham sizni katta miqdordagi puldan mahrum qilishi mumkin. Birinchi qaltis jihat bu murojaat muddatlari. Ko'plab yangi to'lovlar uchun ariza berishning aniq muddatlari belgilangan. Agar siz bu muddatlarni o'tkazib yuborsangiz, hatto siz ushbu to'lovga to'liq loyiq bo'lsangiz ham uni olish huquqidan mahrum bo'lishingiz mumkin. Masalan, yuqorida aytib o'tilgan maktab o'quvchilari uchun beriladigan bir martalik yordam puli. Agar siz avgust oyining oxirigacha ariza bermagan bo'lsangiz, sentyabrda yoki undan keyin berilgan arizalar ko'rib chiqilmasligi mumkin. Bu juda muhim nuqta. Chunki odamlar ko'pincha yangiliklardan kech xabar topishadi va muddatlarni o'tkazib yuborishadi. Ikkinchi nozik nuqta ma'lumotlarning to'liqligi va haqqoniyligi. Ariza topshirayotganda taqdim etiladigan har bir hujjat va har bir ma'lumot to'g'ri va ishonchli bo'lishi shart. Agar sizning oilaviy daromadingiz yoki boshqa holatlaringiz haqidagi ma'lumotlar haqiqatga to'g'ri kelmasa yoki noto'g'ri ma'lumot taqdim etilsa, nafaqani olish rad etilishi mumkin. Ba'zi hollarda hatto noto'g'ri ma'lumot berish jiddiyroq huquqiy oqibatlarga ham olib kelishi mumkin. Masalan, sizning oilangizda bitta avtomobil bor, lekin siz ikkita avtomobil borligini ko'rsatib yubordingiz. Bu holatda sizga nafaqa umuman tayinlanmasligi mumkin. Chunki sizning ahvolingiz haqida noto'g'ri ma'lumot taqdim etilgan yoki daromadingiz haqida noto'g'ri ma'lumot berdingiz, bu ham rad etishga sabab bo'ladi. Hatto uy joyingiz kadastr ma'lumotlarida noto'g'ri aks etgan bo'lsa ham bu muammo tug'dirishi mumkin. Uchinchi istisno bu to'lovni olish uchun ma'lum bir shartlarga rioya qilish majburiyati. Ba'zi qo'shimcha to'lovlar, masalan, farzandlarni maktabga yuborish uchun ajratilgan pul faqatgina farzandingiz maktabga borsa yoki farzandingiz to'g'ri maktabda o'qisa berilishi mumkin. Yoki boshqa bir misol, uy-joy sharoitini yaxshilash uchun beriladigan subsidiya. Faqatgina siz belgilangan qurilish me'yorlariga rioya qilsangiz yoki uy-joyingizda yashash sharoiti haqiqatdan ham yomon bo'lsa beriladi. Shuningdek, tibbiy xizmatlar uchun beriladigan kompensatsiyalar faqatgina litsenziyaga ega bo'lgan tibbiy muassasalarda ko'rsatilgan xizmatlar uchungina amal qiladi. Agar siz o'zingizning mablag'ingiz evaziga davolangan bo'lsangiz. Lekin klinika litsenziyalanmagan bo'lsa, kompensatsiyani ola olmasligingiz mumkin. Bu shartlar har bir konkret holatda alohida ko'rib chiqiladi va ularga rioya qilish juda muhimdir. 4-chi nozik jihat bu axborot yetishmovchiligi. Ko'pchilik odamlar yangiliklardan kech xabar topishadi yoki umuman xabardor bo'lmaydilar. Davlat organlari axborotni turli kanallar orqali tarqatsa-da,
bu hamma fuqarolarga yetib bormasligi mumkin. Shuning uchun rasmiy manbalarni, masalan, mahallaviy ishlash va tadbirkorlikni rivojlantirish agentligi veb-saytini, ijtimoiy agentligi portallarini, hududiy hokimliklarning e'lonlarini muntazam ravishda kuzatib borish juda muhim. Mahalladagi faollar, yoshlar yetakchilari, xotin-qizlar faollari orqali ham ma'lumot olish mumkin. Ularning yangiliklariga quloq tuting. Mahallalarda o'tkazilayotgan yig'ilishlarga beparvo bo'lmang. Ular ham muhim ma'lumotlar manbai bo'lishi mumkin. 5-qaltis jihat. Bu byurokratik to'siqlar. Ba'zida hujjatlarni to'plash yoki ariza berish jarayoni murakkab bo'lib ko'rinishi mumkin. Hujjatlarning noto'g'ri to'ldirilishi, zarur hujjatlardan birining yetishmasligi yoki navbatlar tufayli bu jarayon cho'zilib ketishi mumkin. Shuning uchun jarayonni iloji bo'yicha tezroq boshlash va barcha savollarga aniqlik kiritish uchun mutaxassislar bilan maslahatlashish tavsiya etiladi. Esda tuting, sizning huquqlaringizni bilish va ularni himoya qilish faqatgina sizning zimmangizda. Endi esa amaliy maslahatlarga o'tamiz. Demak, siz bu qo'shimcha to'lovdan mahrum bo'lmaslik uchun nima qilishingiz kerak? Bu yerda aniq va batafsil ko'rsatmalar keltiriladi. Birinchi qadam o'z holatingizni baholash. Yuqorida sanab o'tilgan toifalardan biriga kirasizmi? Oilaviy daromadingiz qancha? Qancha farzandingiz bor? Ularning yoshi nechada? Nogironligingiz bo'lsa, qaysi guruh va tibbiy xulosangizning muddati qachon tugaydi? Bu savollarga aniq javob bering. O'zingizning shaxsiy holatingizni to'liq tushunib oling. Agar siz kam ta'minlangan oila hisoblansangiz, bu haqda rasmiy ma'lumotlaringizni tekshiring. Ikkinchi qadam, rasmiy ma'lumot manbalarini tekshirish. Hukumat tomonidan qabul qilingan so'nggi qarorlar, farmonlar va nizomlarni o'rganing. Bu ma'lumotlarni qayerdan topish mumkin? 1. O'zbekiston Respublikasi Adliya vazirligining Leh.uz sayti. Bu yerda barcha normativ huquqiy hujjatlar joylashtiriladi. Yangi qonun hujjatlarini ijtimoiy himoya, nafaqalar, qo'shimcha to'lovlar kalit so'zlari bilan qidirib topishingiz mumkin. 2. Ijtimoiy himoya agentligining rasmiy veb-sayti va uning hududiy bo'limlari. Bu agentlik aynan shunday masalalar bilan shug'ullanadi. Ularning saytida e'lonlar va tushuntirishlar muntazam ravishda berib boriladi. 3. Mahallaviy ishlash va tadbirkorlikni rivojlantirish agentligining sayti, mahallalar bilan bog'liq barcha ijtimoiy masalalarga oid ma'lumotlar bu yerda ham mavjud bo'ladi. Fuqarolarning o'zini o'zi boshqarish organlari, mahalla fuqarolar yig'inlari, mahalla raisi yoki mahalla faollari sizga eng so'nggi yangiliklar va tegishli to'lovlar haqida ma'lumot berishi mumkin. 3-qadam. Kerakli hujjatlarni to'plash. Har bir qo'shimcha to'lov uchun o'zining alohida hujjatlar ro'yxati talab qilinadi. Umumiy holatlarda quyidagi hujjatlar talab qilinishi mumkin. Pasport, asl nusxasi va nusxasi. Oilaning tarkibi to'g'risidagi ma'lumotnoma mahalla fuqarolar yig'inidan olinadi. Daromadlar to'g'risidagi ma'lumotnoma ish joyidan yoki soliq idorasidan, agar ishsiz bo'lsangiz bandlikka ko'maklashish markazidan. Nikoh guvohnomasi agar mavjud bo'lsa, farzandlarning tug'ilganlik haqidagi guvohnomalari, nogironlik guvohnomasi yoki tibbiy xulosasi, agar nogironlik bo'lsa, bank hisob raqami rekvizitlari. Boshqa maxsus hujjatlar, masalan, yashash joyi sharoitlari to'g'risida dalolatnoma, tibbiy xulosalar va boshqalar. Barcha hujjatlarning asl nusxasi va bir nechta nusxalarini tayyorlab qo'ying. 4-qadam. Arizani to'g'ri to'ldirish va topshirish. Arizani qayerga topshirish kerak? Bir mahalla fuqarolar yig'ini. Ko'plab ijtimoiy nafaqalar va yordam pullari uchun arizalar avval mahalla fuqarolar yig'iniga topshiriladi. Ular tomonidan dastlabki o'rganish o'tkaziladi. 2. Yagona interaktiv davlat xizmatlari portali my.gov.uz. Ko'pgina xizmatlarni onlayn tarzda uydan chiqmagan holda olish imkoniyati mavjud. Bu portalda ijtimoiy himoya bo'limiga kiring va o'zingizga mos keladigan xizmatni tanlang. Bu eng qulay va tezkor usul hisoblanadi. 3. Davlat xizmatlari markazlari. Agar onlayn tarzda murojaat qilish imkoniyatingiz bo'lmasa yoki qo'shimcha maslahat kerak bo'lsa, siz yashash joyingizdagi davlat xizmatlari markaziga murojaat qilishingiz mumkin. U yerda mutaxassislar sizga ariza to'ldirishda yordam berishadi va hujjatlarni qabul qilishadi. Ariza matnini yozishda aniq, qisqa va tushunarli bo'lishga harakat qiling. O'z murojaatingizda qaysi turdagi qo'shimcha to'lovni olishni xohlayotganingizni va buning uchun asos bo'ladigan holatlarni, masalan, kam ta'minlanganlik, ko'p bolalilik, nogironlik aniq ko'rsating. 5-qadam. Murojaatingizni kuzatib borish.
Ariza topshirganingizdan so'ng uning ko'rib chiqilish jarayonini kuzatib boring. My.gov.uz portali orqali ariza holatini onlayn tekshirishingiz mumkin. Agar davlat xizmatlari markaziga topshirgan bo'lsangiz, sizga berilgan ro'yxatga olish raqami orqali murojaat holati haqida ma'lumot olishingiz mumkin. Ba'zida qo'shimcha ma'lumotlar yoki hujjatlar so'ralishi mumkin. Shuning uchun tezkor javob berishga tayyor turing. Agar sizning arizangiz rad etilsa, rad etish sababini aniq tushunib oling va zarur hollarda takroran murojaat qilish yoki yuqori turuvchi organlarga shikoyat qilish huquqingiz borligini unutmang. Aziz do'stlar, men sizga bugun juda muhim ma'lumotlarni berishga harakat qildim. Esingizda bo'lsin, bu katta miqdordagi qo'shimcha to'lov sizning harakatingizsiz sizga kelmaydi. O'z huquqlaringizdan xabardor bo'ling, o'zingiz uchun, oilangiz uchun kurashing. Davlat tomonidan ajratilgan imkoniyatlardan foydalaning. Umid qilamanki, ushbu batafsil tushuntirishlar sizga yordam beradi. Agar sizda savollar tug'ilgan bo'lsa yoki aynan sizning holatingiz bo'yicha qanday harakat qilish kerakligi haqida aniqlik kiritmoqchi bo'lsangiz, izohlarda yozib qoldiring. Men har bir savolga javob berishga harakat qilaman. Videoni do'stlaringiz va yaqinlaringiz bilan baham ko'rishni unutmang. Chunki bu ma'lumot boshqalarga ham yordam berishi mumkin. Videoga like bosing va albatta kanalimga obuna bo'ling. Toki kelgusi muhim yangiliklarni o'tkazib yubormang. Siz bilan yana ko'rishguncha.